Xudoni zorini qildim sizlarga, bor-ku, o'sha ko'z uchun. Qarang, sabzini sokini iching, kuniga 1 litr iching, 1 litr kamida. To'g'ri, birozdan keyin rangingiz sarayadi. Bilingki, muammongiz bo'lgani uchun rangingiz sarayadi. Jigarni shunday tozalaydi. Teringiz qiz bolaning terisiday bo'ladi. Tushundingizmi? Dod devoradi badaningiz bor. Dermatit, permatit, kojniy заболевание, teri tanosil kasalliklari, yo'tal, po'tal, hamma narsa ketadi. Tumovlaringiz, burun bitishlaringiz, quloq, hammasi yaxshi bo'ladi. Tim bo'li ko'zlaringiz shunday yaxshi ko'radiki, siz 1 oy, 2 oy iching, iltimos. Sog'lik kerak bo'lsa, iching shuni. Xo'p deng. Ertalab 1,5 litr, kechqurun 1,5 litr iching. Men sizga va'da beraman. Achki to'qib yurayotgan bo'lsangiz, achkisiz yurasiz. Xo'pmi? Tushundingizmi? Lekin bor. Non yemaysiz, kraxmal, shakar yemaysiz. Mana shuni qilsangiz, hamma joyingiz tuzaladi. Tushundingizmi? Bepusht bo'lsangiz farzandli bo'lasiz. Ana homilador ayollar, keyin emizadigan ayollarga ham juda ham foydali. Shunday sut ko'p keladiki, hamma yetadi.